yozda issiq kunlari muzdekkina bo'lib yurishingiz uchun mana shunaqangi yengil kiyimni tavsiya qilamiz. Narxi va вообще shikolat narxida videoni oxirigacha ko'ring. Oxirida narxini aytaman. Demak, birinchi bo'lib turib oyoq kiyimimiz. Bitta e'tibor beringlar. Oyoq kiyim birinchidan yengil, ikkinchidan materiali setishni. Xullas, maza qilib kiyasizlar. Oyog'ingizlarda borligi ham bilinmaydi. Ikkinchi nimamiz bo'lsa, triko shalvar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin Xitoydagi cho'ziladi, o'tirishga ham, harakatlanishga ham juda qulay. Uchinchi mahsulotimiz bu futbolka. Futbolkani ham narxi ham zo'r, o'zi ham yaxshi havo o'tkazadi. Xullas, ponni komplekt Lukum narxi 349 ming so'm. Agar sizlar alohida olaman desanglar 500 ming so'mni o'tkazadi. Shuning uchun maslahatim ponni Lukni bitada xarid qilinglar va 349 ming so'mga xuddi shunaqa imijda egasi bo'linglar. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bor. Kommentariyada faqat fikringizni rostini yozib qoldiring. Xitoyda ishlab chiqarilgan ponni Lukimiz 349 mingga narxiga arziydimi, arzimaydimi? Kelib o'tirma.